Barchaga salom do'stlar. Bugun insonlarga foydali videolar qilib, oyiga $1000 pul ishlash mumkinligini sizga tushuntirib beraman. Videoni oxirida esa siz 5000 ta obunachisi bor bo'lgan YouTube kanalini yutib olish yo'lini bilib olasiz. Shunday ekan, videoni oxirigacha ko'ring. Demak, siz tayyor bo'lsangiz, men videoni boshladim. Ushbu YouTube kanalga e'tiboringizni qarating. 92 ta video bilan deyarli 50 ming ta auditoriya yig'ib qo'ygan. Kanal asosan sog'liqni saqlash bo'yicha kontentlar qiladi va o'zini yuzini ko'rsatmaydi, shunchaki kerakli ma'lumotlarni montaj orqali insonlarga yetkazadi. O'ylashimcha, bu juda ham zo'r variant, ayniqsa Amerikan YouTube'ida inglizcha kontentlar qilsangiz. Kanal ushbu yo'nalishda hozirgacha 92 ta video joylab 3,5 milliondan ziyod prosmotr yig'ib ulgurgan va deyarli 50 ming ta obunachi. 92 ta video bilan menimcha normalniy natija. Endi sizda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, tashqi tomondan bahoni berdik. O'zi video qanaqa ekan bir ko'raylik degan bo'lishingiz mumkin. Meni e'tibor bering. Qanchalik sodda va oson tayyorlanadigan montaj. Reasons. Your legs are getting weaker. After 60, do this before. Stop refrigerating these 9 everyday foods. And here's what to do instead. Agarda mana shunday videolarni tayyorlashni istasangiz, men Telegram kanalimda tez orada darslik chiqaraman. Albatta qo'shilib qo'ying. Hozir esa siz bilan eng qiziq joyga keldik. Ushbu yo'nalishda qancha pul topsa bo'ladi, shunga bir ko'z tashlab ko'ramiz. YouTube kanallarni taxminiy daromadini ko'rsatib beruvchi saytning ma'lumotiga ko'ra, ushbu kanal oxirgi 30 kunda 341 ming ta prosmotr yig'ibdi va uni daromadiga keladigan bo'lsa, $85 dan $1400 gacha pul topgan bo'lishi mumkin ekan. Albatta bu taxminiy ko'rsatkichlar, lekin shu oralig'ida bo'lishi aniq. Yillik daromad esa $797 dan $13,000 gacha ko'rsatilmoqda. Albatta bu ham taxminiy ko'rsatkichlar. Ammo 100% ayta olaman, bu yo'nalishda daromad shunaqa normalniy bo'ladi. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Nega bu yo'nalishlarda yaxshi pul ishlasa bo'ladi? Javobini aytaman. Birinchi o'rinda sog'liqni saqlash, biznes, ta'limga oid bo'lgan xullas insonlarga foydasi tegadigan kontentlarga YouTube yaxshi pul to'laydi. Masalan, siz agarda amerikaliklarga videolarni to'laqonli yetkazib bera olsangiz, 1000 ta prosmotrga $5 dan $20 gacha olasiz. Agar germaniyaliklar 1000 ta ko'radigan bo'lsa, $4 dan $15 gacha olishingiz mumkin. Bizni qilayotgan kontentlarimiz to'laqonli ingliz tilida bo'lganligi uchun tabiiyki o'zi AQSh va Yevropa ahli ko'radi. Bu degani biz Yevropa va AQSh uchun sog'liqni saqlash bo'yicha kontent qilib yaxshi pul ishlashimiz mumkin. Maslahatim bir marta bo'lsa ham sinab ko'ring. Nihoyat videoni boshida aytgan konkursimizga yetib keldik. Konkursning g'olibiga 5000 tadan ortiq obunachisi bor bo'lgan YouTube kanalni sovg'a qilamiz. G'olib bitta bo'ladi. Bizda konkursda qatnashish shartlari juda ham oddiy. Biz bergan YouTube xizmat kanaliga obuna bo'ling va shunchaki qatnashish tugmasini bosing va siz konkursimizda qatnashayotgan bo'lasiz. Telegram kanalimizga opisaniyadagi havola orqali qo'shilishingiz mumkin. Undan tashqari YouTube bo'yicha turli xil savollaringiz bo'lsa, bizda menejer bor, menejerga bemalol yozib, savollaringizga yetarlicha javob olishingiz mumkin. Asosiysi tekinga. Xulosa qilib shaxsiy fikrimni aytaman, bu yo'nalish albatta sinab ko'rishga arziydi. Birinchidan qariyalarga, yoshi katta insonlarga sog'liq bo'yicha ma'lumotlar berib, umuman foydangiz tegayapti. Bu bitta plus va shunga yarasha YouTube'dan yaxshi daromad olayapsiz. Bu ham bitta plus do'stlar. Umuman insonlarga foydasi tegmaydigan, o'yin kulgiga oid bo'lgan ma'nosiz kontentlardan mana shu anchagina yaxshiroq. Sizni ko'nglingiz to'lib bemalol ijod qilasiz. Zato odamlarga foydam tegayapti. Normal yo'nalishda yaxshi daromad qilyapman yoki o'rtacha daromad qilyapman deb ko'nglingiz to'q turadi. Masalan, kimdirga ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, detskiy narsalarni ko'rsatmaysiz. Plus insonlarga foydasi tegadigan sog'liq bo'yicha videolar qilib mana bunaqa daromad qilyapman deyishingiz mumkin. Bu o'ylashimcha sizga ajoyib imkoniyat. Agarda darslik kerak bo'lsa, Telegram kanalimga kirib menga yozing, ma'lumot beraman.
Menimcha o'sha sizga qulayroq. Xullas do'stlar, shu yerda xayrlashamiz.